La havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hürmetli qarindoshlar, bugün biz sizlarning huzuringizga Rasul Akram sallallohu alayhi ve sellem o'zi eng yaxshi ko'radigan bir sahobaga o'gitib qo'ygan bir duoni huzuringizga sunmoqchi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi ve sellem bu duoni jannatning boyliqlaridan bir boyliq deb atagan. Qani biz bu duoni bir bayon qilaylik. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شندق تيدو رسول أكرم صلى الله عليه وسلم منا مندق تيدو من سنة jannatning boyliqlaridan bir boyliqqa boshlab qo'yaymi dedi. Men albatta shunda qilsa ya Rasululloh dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la havla va la quvvata illa billah jannat boyliqidan bir boyliqdir dedi deydi. Mana bu hadis sharifni İmam Buxoriy, İmam Muslim naql qilgan 100% sahih hadisdir. Endi bu duo bo'lsa bir jumladan tarkib topgan. Qani biz bu duoning ma'ni mazmunlariga qarab boqaylik. La havla va la quvvata illa billah deganlik bir inson bir holatdan yana bir holatga faqat Allah irade qilsa, Allah kuch bersa o'zgaralaydi, bo'lmasa o'zgarmaydi. Ya'ni siz bir xor holatda yashagan bo'lsangiz, bir izzat obro'ylik holatda yashash uchun Allah sizga kuch-quvvat bersa, Allah xolis o'zgaralaysiz deydi. Siz bir kasal bo'lsangiz, Allah sizga shifolik bersa va Allah shuni irade qilsa, saqlayalaysiz deydi. Bir işte mağlup bo'lgan bo'lsangiz, siz utuq qozonish uchun Allah sizga kuch bersa, Allah sizga shu g'alaba qilishga iroda qilsa, undan keyin utuq qozona olasiz. Ya'ni siz har qanday bir ishda bir holatdan yana bir holatga o'zgarish uchun Allah shuni xolisa, Allah sizga kuch bersa, ondan keyin o'zgaraysiz degan bo'ldi. Ya'ni ko'nlarning Allohni iznisiz qil tavramaydi. Allah shu qilning tavrashni iroda qilsa, shu tavrash uchun Allah bir kuch bersa, ondan keyin bo'ladi degan bo'ldi. Endi biz bu duoni Rasululloh o'rgatdi. Buni bizning ko'p takrorlashimizni tavsiya qildi. La havla va la quvvata illa billah deb. Bo'libmi bu duoni bir beshimizga bir kun kelsa, beshimizga bir musibat kelsa, mush duoni o'qishimizni tavsiya qilgan. Demak, beshimizga bir musibat, bir ish kelsa, bu ishning Allohning irodasi bilan bo'lganligini, bo'lgan ishning hammasi Alloh iroda qilgan ish ekanligini, bundan keyin bo'lgan ishlarni Alloh iroda qilib bo'lganligini bizga bildirmoqchi. Biz mush duoni, mush tushuncha bilan kunda takrorlasak, bizning hayotimizda, bizning tushunchimizda, bizning aqidamizda zo'r o'zgarishlar bo'ldi qarindoshlar. Bu dunyoning egisi bor degan bo'ldi. Yana bu dunyoda biz Allohga chin eslashimiz kerak. Har qanday ish Allah subhanahu va taolo bizga kuch berganlikdan bo'laydi qarindoshlar. Bizning aqlligimizdan, bizning nochiligimizdan emas qarindoshlarimiz. Biz har minut, har daqiqalarda, har bir holatlarimizda Allohga ne kadar muhtajmiz qarindoshlar. Mana mush aqida bilan, mush tushuncha bilan yashasak, biz nihoyat sog'lom jannatning boyliqlaridan bir boyliqlarga dunyo oxirat erishimiz qarindoshlar. Oxirat chuqum erishimiz, ham dunyoda erishimiz. Mush tushuncha, mush qarash, mush aqida bo'yicha yashasak va shu duoni davomli tilimizda deb tursak qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته.